narxi ko'tarilyapti, lekin bu kvartiramiz arzon narxda. Qaranglar, uzun koridor, ko'ryapsizlar, akkuratniy kirish eshigi. Hop, birinchi xonadan boshlaymiz. 3 xonali bankovskiy dom, 4 etajli domning birinchi etaji. Mana bu yerda dushovoy sanuzyellari bor, remontlar svejiy, kosmetik remontda. Qaranglar, ikkinchi xonasiga kiramiz. Katta zal, balkon ochib yuborilganda qaranglar, zalni katta bo'lib turibdi. Endi okaminglar bu ofis qilib ishlatishgan ekan, o'zingiz uchun ozgina перестановка qilib olasizlar. Hozirlik 3-joyi ko'rsataman. Olmazor tumani, Mirzaxolov ko'chasida joylashgan. Mana 3-xonasi. Qaranglar, Beruniy metrogacha 5 minutlik yo'l uzog'i. Вообще 2 qadam narxlari вообще shikarni. Xo'p, mana bu yerda qaranglar, oshxona bu yoqqa chiqqan. Eng zo'r fishkasini ko'rsataman sizlarga. Xonadonimiz kattagina o'zining огороди bor. Ko'rasizlar, вообще zo'r. Mana bu yoqda letniy kuxniyalar qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda 2 ga o'zining podvali bor. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda barcha ma'lumotlarni qoldiraman.